Bugun sizlar bilan o'g'limni podarkalarini birga raspakovka qilamiz. Mana bu o'yinchoqdan boshlaymiz. O'g'lim poyezdlarga juda ham qiziqadi, shuning uchun adasi unga shunaqa poyezd sovg'a qildilar. Bu yerda shunaqa chiroyli kurtchka. Buni Imronga Adijon sovg'a qildilar. Zo'ra oq kurtchkalarni juda yaxshi ko'raman. Bu paketda buni Imronni xolachalari sovg'a qilgan. Frutanyanyadan yeydigan narsalar ekan. Bu yerda kukuruzlari, pauchilari va soklari. Rahmat xolalariga. Bu podarkalarni Oyjon sovg'a qildilar Imronga. Xo'p. Bu yerda wow, shunaqa asal shimcha. Bu yerda nima bor? Polodan shunaqa asal jemfer. Bu yerda shunaqa mayichka ekan. Mana qaranglar, bilasizlarmi nima? Men 2 kun oldin turmush o'rtog'imga imенно mana shu narsani yuborgandim. Niyatim xolis degani shu bo'lsa kerak. Imенно o'sha krossovkadan olishibdi ular ham, xuddi meni sezgandek. Imенно mana shu krossovkani o'g'limga mechta qilgandim. Olib berishim. Voilà. Rahmat kattakon. Вообще ko'rib shok bo'ldim. Men xohlagan krossovka bo'lganiga. Tak, bu yerda Imronni katta xolasidan meni opam shunaqa dvoyechka. Yana денежки. Rahmat kattakon. Bu mana bunaqa Imronni ammajonisidan Lego menimcha bu. Shunaqa sabirать qiladigan, bu ham poyezd ekan, mashinkalari bilan. Rahmat kattakon. Mana bunaqa qurug'idan buni dadajonim bilan ayajonim sovg'a qilishdi. Mendan Imronga esa shunaqa shirin tortik. Child Life firmasidan Imronga shunaqa sovg'a keldi. Bu yerda amerikanskiy badla. Har xil badla yuborishibdi. Rahmat kattakon hammaga. Bu yil o'zimiz oilaviy o'tirganimiz uchun, o'tgan yilgidek raspakovkamiz katta emas, oila a'zolarimizga hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat.